Real Madrid klubiga haqiqiy respekt deb qolamiz. Xabarlar bor, bundan 4 oy oldin Diego Jota va uning ukasi Andre Silvalar vafot etishgandi va Liverpool shuncha o'yinlarni o'tkazdi, lekin birorta jamoa hali kelib Diego Jotaning rasmiy ravishda uni xotirlamagan edi. Real Madrid birinchi bo'lib shu ishni bajardi, ya'ni uning oldiga Xabi Alonso, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnoldlar kelib uni xotirlashdi va unga atab yozilgan xatni hozir sizlarga o'qib beraman. Seni juda sog'indik, lekin hanuz sevilasan. Sen va Andre xotirasi har doim yashaydi. Har safar seni o'ylaganimda jilmayaman va biz birga o'tkazgan ajoyib damlarni doimo eslab yuraman. Har kuni seni sog'inaman, do'stim. Aynan bu xatni Trent Alexander-Arnold va Real Madrid nomidan uning xotirlanadigan joyiga borib qo'yildi va u bilasizlar PlayStation'ni o'ynashni juda ham yoqtirardi va PlayStation joystiklarini ham bu yerga olib borib sovg'a tariqasida qo'yib qo'yishdi. Umuman olganda bunday voqeliklarni biz juda ham futbolda kamdan kam ko'ramiz. Umuman LGBTni ham targ'ib qilmagan jamoa ham aynan Real Madrid hisoblanadi va endi bizning yodimizda Liverpoolning vafot etgan futbolchisi Diego Jotani birinchi bo'lib eslagan, rasmiy ravishda eslagan jamoa sifatida ham Real Madrid eslanadi. Real Madrid muxlislari, sizlar eng zo'r jamoa muxlissizlar.